Sizlar bilan streamer Yusuf chiganlar. Bugun sizlarga 30 ming so'mdan ko'proq arziydigan akkaunt sizlarga ko'rsataman. Başta 50 ming. Qanunda jigarlar boshladik, lekin avvalo videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan tushmasin. Birinchi kiyimlardan boshlaymiz. Kirishidan lednik ko'rinib turibdi. Tak erplar va normal kiyimlar. Kam ekan kiyimi, lekin atak zo'r. Kaskalaridan normalisi yo'q ekan, bitta shu. Soch bu yaxshi. Normalli desa bo'ladi. Ochkilardan sashi normal desam kerak va betlardan mana bor ekan normalli va mana bu bor ekan normalli. Mana bor ekan. Perashamlash turibdi. Kiyimlardan normalisi yo'qmikan yoki bormikan? Qora set o bana. Mana bor ekan. Normalli. O'shqini bu ham normalli, mana normalli, bu ham normalli. Tak zo'r akkaunt. Kirishi qanday turadi? Tashlab qo'yamiz. Endi orujaga o'tsak, ko'ryapsizlar lednik. AKMga skin. Olmaydan ko'ramiz, nechta skin. Ochmagan ekan. 20 ta skin bor. Normalli. Gilchat ko'ramiz. Ketdi bo'lmasam. Gilchatda pichoq bilan bitta lednik 2 u o'ldirsa yashik chiqargan. Chiqilishi zarur. Pichoqqa bir ekan. Endi moshina. Moshina menga o'zi yoqadi. Bir ekan moshina. Zo'r ekan. 1 2 chiqishga yana mavjudda. Keyin mana bor ekan. Ikkita ekan moshina. Tak zo'r. Bugatti lekin wow. Endi bir emotsiyalarni ko'rib ketamiz. Emotsiyalardan bu bor ekan, kamon ekan. Bu bor ekan. Pichoqda emotsiyasi. Bu emotsiya. Mana bu emotsiya.